Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Los Anjelesdagi bo'rilarimiz yana yig'ildik. Shu qarang, yomg'irdan keyin ko'k dala bo'lib mana kam yashil. Mazza qilib o'tirish uchun bugun yana yig'ildik. Bugün Hasan boyi navbati. Yigitlar bitta bir kelyapti. Soat ertalab 10. Ravshanboy keldi. Bugün menüde nimalar bor? So'raymiz. Yigitlar tayyorlanyapti. Hasan, menüde nima bor bugun? Şeftali demaysanmi? Hasan yitadi. İkincisiga nima? Neydi? Qozon. Toktu deydi lan. Giderken bitti kaptırmıştı. Yok. Ne kadar topsa o etiketi oldum. Buranın da sakın söylüyorum. Harika yaptım. Bitta qo'yim. O'rab olib keldim mana. Bunisi sho'rva. Bu yerda samsalar bor, samsalar. Bu tabakalar ekan-ku bu tovuqlar. Sen to'y qilyapsanmi ya? Uylanaman. Uylanyapsan? Tamam bakalım. Murat aka salom deng. Kelin ko'rib qolsa keyin jilab yurmaslar yana. Jilamdan geldim deydi-ku. Rasul. Valla Gürgün. Özü görüp geldim, özü bilan yuribdi. Onda yaqin ekanda. Ha. Ziyofatlar köpek gittiğine üstte bo'lib yotibdi. Size o'chiradi yetmaydi o yangi mashina. Aytib qo'ying. Yetmaydi emas, bo'lmajaqi ko'rinib turibdi uni. U o'chib yetmaydi emas, u yo'q u. Yangi mashina qachonamiz Dilshod? Biz hamisha tayyor. Lekin o'zida sada yo'q deng. Siz tushuntirib ayting, kim aytsa turibdi. Adresa dashdingiz emishmi? Adresi yanlış turibdi. Başta adresi topilmoqda. Bu karvaşda yaxshi ekan ekan. İltimos senden Instagram'da her gün bu mağrur narsalarni taşıma. Oku bana shunaqa narsa. O'qiydi. Bu mağrur narsalarni taşıma. O'qigan buni. Ha, o'qigan. O'qiydi. Lekin kelmadi. Qo'yni ham so'y olib keldingizlarmi? Bismillah deb boshdingizlar. Bu qo'zicha ekan-ku bu. Nima deydi plan? Ulan qozon ko'p. Qozon kabobmi? Qozon kabobi burildingmi sen, ey Hasan? Kecha yog'lik, pog'lik deb turuvding-ku. Haqiqiy masterlar. Idishlar bilan kelyapti-ku. Qani, bunga rasm olib Nima qilish kerak? Tuzang kamar. Ha, qaranaman kamad hammasi gap bilan ovora. Aytganni ajratib qo'ying u. Sirazi boshdan nima qilamizmi? O'li yutqazaversa, bahona qilib o'ynamayman, men ketdim deydiganlari. Kirasini beraveramiz sirazi. Siz qanday bali bo'lgan? Yo'qmisiz? Men baliqqa bo'lsa Yo'qlar bo'lmasa kelmaydi bu nimaga, gashtaga. Hech bo'lmasa padachar. Ana bizda Xurshid degan yigit bor. Hayotda tutmagan. Bu qizlari o'ynimi deb yurganman deydi. Hozir eng oldimizga chiqib olgan shu. Shundan zo'r o'ynaydigan yo'q hozir. Hazırlaşamam.
Sizni ham ishlatishyaptimi? Hamma ishlaydi bu. Ishga keldim men ham. Siz kachigarmi? Yo'q, men Ayting, o'tlar oldiga qarab turibsiz. Soyada 2 kachiga. Ko'rsating, kuchi. Ma'mul qo'smoqchi. Family, friends, football. Life is good. Kim Realchimisiz? Yutqazdingiz-da. Yutgan taraf. Bugun Real 3-0 yutqazdi Arsenalga. Kofeni yergan, kofeni. Keyin tishchaygan, shu tishgan narsani olib kofe qilayotganda eng qimmat kofe shu ekan. Ha, eshitdim kofe. Eng qimmat shu ekan. Ayniqsa shuni ham kofe ichib o'tirib ko'rsang. Ha. Starbucks'ta qo'yish kerak-da, shuni reklamasi katta afishada bey. Ulardan ishmaydigan bu. Starbucks'da eng ashaddiy klient. Basseyni bormi? Ha, basseyni bor. Bo'ldi bunisi. Keyin kim o'chadi? Talat sizdami? Yo'q, Xorazmlik. U ham tufursinmi? Yo'q, ular ham. Misol u dachaga o'zga quruq. Biz уже borib kelganmiz уже dacha. 4 ta odam tani so'raydi. Nimaga sizlar yashirincha borib kelgansizlar? O'zga quruq qilib. O'zga quruq qilib bo'lgansizlar. Nimaga? Bizachi, biza bormaymiz. Endi unda san tanimas edik. Nima kerak? Pizdish bilan. Mashinlik. Hamma narsani zatibat qiladigan siz, pismiqcha. Pismiqcha o'tirasiz, o'zga quruqcha qilasiz, odamni ajratasiz faqat. Kim ayt? Постоянно shunday qilasiz. Kim ayt? Mana qozon kabobimiz ham bitta qo'yib bosgandik, mana pishib yetildi. Bitta qo'ydan ham uncha go'sht chiqmaydi. Ha? Bitta qo'ydan ham uncha go'sht chiqmaydi. Yo'q. Pomidor bor, bodring bor.